Assalomu alaykum qimmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2021 yil 10 ayning 14 kuni payshanba. Oldi bilan men diqtanlarga dunyoning iqtisodiy haqida qisqacha ma'lumot berib o'tgandan keyin, andan keyin haftada bir sahifasida bu yillik Nobel iqtisod mukofotiga erishgan 3 iqtisodshunos haqida va ularning ba'zi qimmatli töhfasi, ya'ni iqtisod ilmiga qo'shgan töhfasi haqida so'zlab o'taman. Shuning bilan birlikda yana ba'zi ayrim anglag'uchilar abonentlar o'tirib qo'ygan uy mulk bozori haqidagi savollarga qisqacha javob berib o'taman. Dunyoning iqtisodiy ahvoli garchi bak o'ylagandek yaxshi bo'lmasa-mu, ammo o'tgan yillarda faraz qilgandagidek unchalar qo'rqinchli emas. Esinglarda bo'lsin, men 1 yil burungi mush vabo to'g'risida to'xtalgan leksiyalarimda ba'zi iqtisodshunoslar Amerikaning iqtisodini, dunyoning iqtisodini umumiylik chekinib 10 yilgacha, ya'ni birdan payqab ketsa, o'rnidan qopishga uzun vaqt ketdi deganga o'xshash, 7-10 yilgacha o'rnidan turolmaydi degandek farazlarni qilishgan. Lekin ahvol undaq bo'lmadi. Ya'ni Amerikalarni ilib bilsak, Kanadalarni ilib bilsak, men yaqinda ko'rib keldim, ahvol unchalar qo'rqinchli emas. Ya'ni davlatlar o'zining qo'lida bor hokimiyat apparatlardan foydalanib, ya'ni Markaziy banka va boj moliya siyosatlarini tangshash orqali kishilarga har xil qutqizish pullarini berish va shirkat, korxona, yakka egilikdagi shaxslarga pul berish orqali iqtisodning yomonlab ketishining oldini ola oldi. G'albilik oldini ola oldi. Shu Amerikaning iqtisodi bu yilda o'ttiz hisob bilan yilga 6%lik o'sishni mo'ljallanmoqda. Ya'ni ikkinchi faslda 6.7% atrofida bo'ldi, uchinchi faslda 6% atrofida bo'ldi, lekin 4 faslniki hammasini qo'shib akil 4 ga bo'lsa 6% dan yuqoriroq bo'ladi degan gap. Bu o'zim turib olgan davlatdagi Amerikadagi iqtisodiy ahvol mana shunday. Endi dunyoning iqtisodiy umumiylik qaraydigan bo'lsak, mahil ahvolni gavdilik. Ya'ni ta'minlash zanjirida uzilish bo'ldi. Moddiy ashyolar, tovarlarning ishlab chiqarilishi, to'shilishi nurg'un tahdidga uchrayotdi. Ham shuning bilan birlikda ma'lum sohalarda ishchi xizmatchilarningki kamchil bo'lishi hodisasi bor. Chunki odamlar hatto Amerikadagi davlatlarda necha million odam o'zi ixtiyoridan xizmatdan chekingan gap. Sabab nima desa, hukumatdan olgan pul yoki bo'lmasa o'ziningki emgak bozorida qiymatining yuqoriligini bilib qolganligi uchun yuqoriroq maosh bermasang yoki bo'lmasa manda shartlarimga ko'nmasang, ya'ni xizmatda meniki o'zim xohlagancha ishlashimga yo'l qo'ymasang yoki bo'lmasa maoshimni o'stirmasang, manda ta'minotlarimda e'tibor qilmasang ishlamayman degan mushu xil sabablarni ko'rsatib ishdan o'zligidan ishdan qolgan odamlarni xili bor deb xabar berdim men. Amerikadagi ahvol mushu. Ammo dunyoning iqtisodida taraqqiy qilgan, sanoatlashgan davlatlarda iqtisodiy ahvollar unchalar bek nacharlashib ketmagani bilan, ammo dunyoning zavodi bo'lib qolgan, atalgan Xitoyga nisbatan aytgan vaqtda ulardimi mahil masalalar gavdik bo'lib ketyapti. Ya'ni qaysini desa, zavodlarda ishchilarning qisqa bo'lishi, ondan energiyani ishlatishga nisbatan cheklovlarning qo'yilishi. Xitoyning o'zining ichki qismidagi har xil xususiy axborot deymiz, media deymiz, pul muomala shirkatlari deymiz, texnik shirkatlari deymiz, Alibaba, Tencent deganga o'xshash, Tencent deganga o'xshash. Ondan uy mulk bozorlari deymiz, ma'rif sohasi deymiz, masalan Shindongfang deydi. Mana bu shunday qilib o'zligidan uyg'otilgan ma'rif deymiz, mana bu shularga bo'lgan boshqarish, kuchaytirish, nazorat ta'siridan nurg'un odamlar ishdan qoldi, o'zining iqtisodiymi, ya'ni New York paychiga bozorida peyni bozorga solgan, xalqaro kapital bozorida peyni bozorga solgan Alibabaga ta'sir yetkazdi. Bundan sırt yana ishlab chiqarish sohasida mana energiya degan xuddi odamga qon bo'lmasa bo'lmagandek, mashinaga may bo'lmasa bo'lmagandek, energiya bo'lmasa zavodlar ishdan to'xtab qoladi degan gap. Energiyani kesish to'g'risida, ya'ni energiyani yo ko'mirdan oladi, yo tokdan oladi, tokni ko'mirdan chiqadi degan gap. Asosligi shu ko'mirni ishlatsa havoni bulg'aydigan ish. Bulg'angan havoning sog'lomlikka ta'siri bor, ya'ni salbiy ta'siri bor, odamlarni kasal qilib tashlaydi. Öpke kesili va hokazo nafas yo'llari kesili degandek har xil kasallarni qilib tashlaydi. Undan sirt yana Avstraliyadan Xitoyning yuqori miqdorda ko'mir sotib oldi ekan to'q. Ikki davlat o'rtasidagi siyosiy vaziyatning munosabatning yaxshi bo'lmasligi tufaylidan Avstraliyaning ko'mirini olmaymiz degan
Ammo xalqni putlayman deb o'zi putlab yiqilib chiqdi degan o'xshash Xitoy mana buningmi dardini tortib hozir ko'mir manbasimi o'zining yo'lini o'zi taraytib olgandan keyin ko'mirni qimmat ilishga to'g'ri kelganlikdan zavodlarmi zavodlar ishlaydigan mahsulot ishlab chiqargan zavodlarga nisbatan tok sarfiyatini tuvanlatsin deydigan bundoq buyruq bo'lganlikdan bu dunyodagi shu ta'minlash zanjirida yana bir nozik halqalarning uzilib ketishini paydo qilmoqda degan gap. Ya'ni bir tarafdan bir mol xom ashyoga, tovarlarga bo'lgan ehtiyoj bor, yana bir tarafdan uni ta'minlab berolmayotdi. Bu xil ahvol Xitoyda emas, hatto Amerikada ham shunday. Ya'ni ba'zi mashina, avtomobil ishlab chiqargan zavodlarda hozir mana biz bilamiz bu yer sharilishib ketgan iqtisodda bir tovarninki, masalan, qo'l telefon deymiz, mashina deymiz, kompyuter deymiz. Mush bir mahsulotning to'liq bir mahsulot bo'lib, bir unumlik bir mahsulot bo'lib bozorga chiqish uchun uningki bir ventisini bir yerdan oladigan gap, uning qepini bir yerdan oladigan gap, makro o'zakchini yana bir yerdan oladigan gap degan gap. Mana shularning hammasida bir qisliq uzukchilik bo'lgandan keyin mahsulot bitmayotgan gap. Hatto uy bu to'g'risi kerak so'zlayman. Bir uy silishdimi, uy ketadigan shunday bolqa, sement, yog'och degandek narsalarmi shuna qisib ketgan gap va shu yerda uy ishlaydigan xizmatchilarmi qisib ketgan gap. Mana bunday narsalarning qisib bo'lishi endi lekin qisib olgan sir bir narsa qisib olgan sir uning qiymati eshib borgan gap, bu bahona oshirib borgan gap. Shunga hatto hammashani hammashani to'shishni tanarqishib ketgan gap. Hozir Amerikada masalan shu yo'g'on mashina deydigan shoferlarga shuna qattiq ehtiyojli, ya'ni sen shu yo'g'on yuk mashinasi deydigan kinishgan bo'lsa, sana maoshingni yuqori qilib beramiz. Shu kinishkani ilib biz ishlasang, mashlik mukofot beramiz, bir necha ming dollar mukofot beramiz deydigan shunaq ahvollarmi ko'rilgan. Dunyoning bu iqtisodiy ahvoli bara ya'ni vaboninki chekinishiga, ya'ni azayishiga ergishib, asta-asta yaxshilab mangsmi, ammo bu odamlarni ishlab chiqarishning har qaysi omillarni jug'lab bir mahsulot paydo qiladigan bu jarayonga unumli bir jarayonninki, ya'ni qayta shakllanishiga, vabodan ilgari olib kelishiga biroz vaqt ketdigandek turdi. Ya'ni ishlab chiqarishning omillari deganimizda odam, kapital, texnika kuchi degandek narsalarni biriktirib mahsulot ishlab chiqarishga biroz vaqt ketadiganlik turdi. Umuman aytgan vaqtda o'tgan yil so'zlagan edim, Henry Kissinger shu vabo dunyoninki yangi tartibini o'rnatdi, ya'ni mavjud dunyoninki dunyo tartibini o'zgartirdi degan ahvol shunday bo'lgan o'xshaydi. Ya'ni birinchisi COVID degan bu kasalning ta'siridan, ikkinchisi Xitoyning dunyoninki siyosiy iqtisodiy ahvoliga ko'rsatgan ta'siri tufaylidan dunyoning tartibida turaqsizlik yo'q, balki tavrinish bo'lishi aniq. Endi bu dunyoninki iqtisodiy haqida so'zlaydigan ahvol shu. Ya'ni mol bahsi davomli ishib mangadi. Chunki ikki tarafdan shundaq besim bor. Bir tarafdan mol qis, yana bir tarafdan talab bor. Odamlarda ham oz to'la bulapmi davlatlarda, kishilarda jug'lanma pul bor. Bu to'g'risida shuni bilsak bo'ldi. Endi Uyg'urlar haqida men necha yil ilgari, bir 2 yil ilgari deyman, Uyg'urlarningki ma'lum davlatlarga berib yerilish to'g'risida bir so'z qilgan vaqtda shu Amerikaning 117 parlamentidagi bir necha a'zo Uyg'urlarning Amerikaga kelib yerilishiga shunday qonuniy jihatdan Amerika hukumati qo'llash kerak deydigan bir loyihani o'tirib qo'ygan deb. Bu loyiha 5-oyning 18-kuni parlamentning tarkibidagi ko'chmanlar va puhrolik komitetiga yo'llanib ekan. Ahvol hozir shu. Ovoz o'z ismi bilan bu loyihani qo'llagan parlament a'zolarining soni 25 ga yetdi, 21 demokratchi, 4 jumuriyatchi. Ammo rasmiy bu parlament qo'yilgan vaqtda, ovoz qo'yilgan vaqtda 435 kishi ovoz tashlagan vaqtda meni shu o'tib chiqadi deyman, chunki Amerika hukumati bu yil buni Pompeo apandim
bu vaqtda jakalagan Xitoy Uyg'urlarga nisbatan irqiy qirg'inchilik o'tkazdi deb. Bu jihatdan o o'g'il hukmni chiqarib bo'lib, endi Uyg'urlarning beshi kun tushgan vaqtda hech kim Uyg'urlarga amaliy ko'ngil bo'lmay, faqatlam lip service deb qo'ydi, eg'izda deb qo'ysa, bu haqiqatan biz bilayotimiz Uyg'urlardan bir yaxshi va yolg'onlarning ko'p dunyo deydigan, dunyo yolg'on deydigan nurg'un narsalar, kishilik huquq, demokratiya, adolat o degan narsalarning hammasi bir xil haqiqatan bizga yolg'on ekan degan ta'sirni berdi. Ama hozirgi ahvoldan qaragan vaqtda bu texa ovoz qo'yilmabdi. 435 odam cho'qim uni ovozga tashlash kerak, bilet tashlash kerak. Menimcha bu ovoz qo'yilgan vaqtda bu undan o'tadi deyman. Ammo shungacha bizniki u yerda hayoti shundoq bisim ostida ansizlik ichida o'tayotgan qarindoshlarga bir sabr tilayman. Bu davlatlar bu gaplarni qiyg'ini bilan hech qaysisi bir amaliy bir Uyg'urlarga naftakidek bir siyosat chiqamidi gapning rostini aytgan vaqtda afg'onlarni oldi, suriyalikni oldi, uni oldi, buni oldi. Ular hamdamda bo'ldi, lekin Uyg'urlarning masalasiga kelgan vaqtda shundoq gapdan boshqani qilmadi, amaliy bir ishni qilmadi. Bu nimani bizga tushuntirdi desa, qaqshashning o'rniga o'zimizni yaxshi kuchaytirishninki, zo'rligini, avlodlarimizni yaxshi tarbiyalash kerakligimizni bakma xapolab o'zimizni bir xil hasrat, qayg'u, g'azab, ishonmaslik, tushunmaslikning ichiga patirib o'tmay, ammo o'zimizni yaxshi tarbiyalashimiz, avlodlarimizni, yoshlarimizni yaxshi tarbiyalashimiz, iqtisodiy jihatdan, fan texnika jihatdan va jamiyatning o'zimiz yashayotgan jamiyatlarningki hokimiyat qatlamlarida xizmat tutishdan, mana shunday ishlarga intilishdan ahvolimizning asosida yaxshi bo'lishini o'zimiz vujudga keltirmasak, endi qog'ini quruq gap bo'lib qoldi deb men shunday yakun chiqardim. Shunga ma qarindoshlarni yana davomli men mush farzandlarni yaxshi tarbiyalashini, shu ijtimoiy siyosiy ishlarga, tashkilotlarga, mush davlatlarda qatnashtirishini yana bir tashabbus qildim. Ya'ni o'tgan bir xabar ko'rdim Twitterda. Avstraliyada bir Uyg'ur qizi o'zini shu millat vakili qilib ko'rsatib shu saylovga tushib ketgan. Kanadada bir sonimiz bakan, Uyg'ur qizimiz bakan, u qizim shunda tayyorlik qilyapti. Demak, Turkiyadagi davlatda nurg'un Uyg'urlarning nufusi va Turkiyada yashagan Uyg'urlarning nurg'un tarixi va hamda hozirgacha shulardan bir millat vakilining chiqmasligi odamni bir o'ylantirdi. O'qisaqmi, tijorat qilsaqmi kunmi o'tadi, lekin shunday bir ishlarda hokimiyat qatlamida xizmat tutish bunday muhim. Shundoq odamlarimiz bo'lgan bo'lsa, bu Alloh bugungi kun kelgan vaqtda cho'ng so'rinlarda jang so'z deyalekdi demoqchi. Shunga bu ham tarbiyalashdan ham ko'ngil bilashdan bo'ladi. Bu shunga yoshlarimiz yani ko'proq o'qish, tirishib kerak deb biz masalan ba'zi kishilarimiz kuchayotdi. Men kanalimda deb qo'yapman. Masalan, Sarxilla ma'rifa masalasida Sarxilla ma'rifani nashqatim tashviq qildik. Hozir buning nisbatan bizning kishilarimizda tushuncha ya aniq emasmi yoki bo'lmasa uni umidsiz qaramda uni o'qimadim. Ammo yaxshi ishlarning vujudga ketishiga vaqt ketadi. Mush ishlarda qarindoshlar, bo'pmi Turkiyadagi qarindoshlarimiz bolalarni jafo cheksanglarmi, cho'qim bir yaxshi kunlar keladi degan umid bilan bolalarni mana shundoq nuqtliq tarbiyalaydigan haqsiz mushu ma'rifga bir tizimlatib yaxshi tarbiyalash ko'ngil bilsanglar qarindoshlar. Endi men mazmunni haftada bir shaxs sahifasida asli Warren Buffett, Jeff Bezos qatorliq milliarderlarni tanishtiradigan bu qitim. Lekin 10 ayning 11 kuni Shvetsiyaning podshohlik, ya'ni xonlik fanlar akademiyasi bu yillik Nobel iqtisod mukofotini buni 3 kishiga berdi. 3 kishiga berdi. Bu 3 kishi iqtisod fanlari professori. Birisi David Card, bu kishi Kanadada tug'ilgan, ammo Kaliforniyada University of California'ning Berkeley degan fakultet iqtisod fanlari professori. Berkeley'ninki iqtisod programmasi nayda danlıq. İkincisi Joshua Angerst. Joshua Angerst bu hem İsrail, Amerika'nın iki devletinin puhrası. Hem puhras gene.
MIT, ya'ni Massachusetts Texnika institutininki iqtisod fanlari professori, yana birisi Guido Imbens, Daniyalik, ammo Amerikada o'qigan iqtisodshunos. Bularninki iqtisod ilmiga qo'shgan qaysi to'pisiga bu mukofot berildi desa, tajribachilik iqtisodshunoslikka qo'shgan to'pisiga bu mukofotni beribdi. Ya'ni tajribachilik deganimizda bu nimani ko'z tutadi degan vaqtda, tajriba degan kishilar tajriba degan vaqtda tajribani ko'z oldiga keltirib, qo'liga bala kiyib, yuziga maska taqib, og'ziga maska taqib, anandaki xalat kiyib, beshiq po'sma kiyib ishlaydigan odamlarni ko'z oldiga keltirdi. Bu tabiiy tajriba bo'ldi. Ya'ni har xil moddalarni, elementlarni qo'shib elib degandek. Shuning bilan birlikda yana meditsina sohasida tadqiqot bilan shug'ullangan qarindoshlarmi shunday ishlarni qiladi. Addisi, ya'ni ma'lum bir narsaning o'tirisidagi sabab-natijalik munosabatni bayqashda ma'lum bir narsani, masalan, tamaki cheksak, tamakini uzun chekkan odamning ki o'pka raki bo'lishining ehtimoli nihoyat yuqori. Shunga tamaki chekish o'pka rakiga nisbatan aytgan vaqtda xatarlik omil deb sabab-natijalik munosabatni shunday bog'laydi sayya tadqiqotchilari. Anadan sirt yana sabab-natijalik munosabatni bayqashda bular yana mandaq tajribalarni ishlaydi. Mush meditsina, dorigarlik va boshqa fanlar, fizika, kimyo, biologiya fanlarida. Yana qandaq statistikalik alayliklar o'xshash bo'lgan bu deganlik ig'irligi yeyishi deganga o'xshash yoki bo'lmasa iqtisodiy ahvoli deganga o'xshash. Ikki guruh odamlarni 500 odamni A guruhi, B guruhi deb ikkiga bo'lib, A guruhiga nisbatan o'zi tadqiqlayotgan dorini, ya'ni ikki xil qarmoqqa ikki xil dori bor. Birisi dora, ya'ni o'zi qiziqadigan tadqiqotchilar qiziqadigan. Yana birisi shakli, jismiy, ko'rinishi hamma jihatdan o'xshash, ikki o'xshash, lekin ma'noning tarkibida suvlar bor, hech nima yo'q. Dori yo'q. Buni boshqa sharoitlari o'xshashib ketadigan mana ikki guruh odamga 500 odam desak, mushularga berdi. Ma'va haqiqiy dorini tarkibida dori miqdori borni yeydiganlarni treatment group deydi. Ya'ni ko'ngil biladigan yoki tadqiq qiladigan guruh bor deymiz, yoki davolaydigan guruh deymiz. Ma'ni cho desa, ya'ni placebo deb qo'ydi, tarkibi suv, hech nima emas. Ammo shu mav doriga o'xshaydigan shu moddani ma guruhiga beradi 500 kishiga. 500 kishiga berib, ma'lum mazgil bergandan keyin, andan keyin buningki ta'sirini natijasini kuzatib, ma dorini yegan odamlarningki ahvolida sog'lomlik ahvoli qanday bo'ladi, ma'noni qanday bo'ladi deb tekshiradigan gap. Masalan, aspirinni kishilar bildi. Aspirinninki ma'lum miqdorda yepmasa, tuyuqsiz yurak kesili bo'lib o'lib ketadigan yoki yurak kesili bo'ladigan ehtimolligini tuvaladigan gap. Bu qanday chiqqan gap bu tajriba desa, qanday bu yakun qanday chiqarilgan gap desa, ma'vo treatment guruhdagi odamlar, aspirinni yeb bergan odamlar, ma'vo control guruhdagi kontrol qilinadigan, ya'ni shu tarkibi suvdan boshqa narsani yemagan odamlarga qaragan vaqtda ma'laninki kesal yurak kesili bo'lish ehtimolligi intayin tuvan bo'lgan yoki sani nihoyat tuvan bo'lgan. Shundan qarab aspirin yepmasa, aspirin yegan odamlarningki yurak kesili kirib topish ehtimolligi yemagan odamlarga qaragan vaqtda nihoyat tuvan bo'ladi ekan degan yakun chiqarilgan gap. Shunga doktorlar aspirinni odatda va odamlarning muayyan fiziologik sog'lomlik ahvoliga qarab turib yeyishni tashabbus qiladi. Ammo men bu bir necha kundan buyon bu to'g'risida, aspirin to'g'risida bu leksiyaning asosiy mazmuni emas deb qo'yganim. Mush aspirin to'g'risida asosan 60 yoshdan tuvan odamlar salomatlik ahvoli yaxshi bo'lsa, buni yemasa, buning muayyan bir aks ta'siri bor ekan degan gaplar chiqib qoldi. Buni qo'shib qo'ygim keldi ko'pchilik. Ya'ni aspirin yesak yurak kesili qilishning oldini oladi ekan deb doktorlardan so'ramay, bilmay yapsaldi ish bo'lmasin demoqchi. Xo'sh. Endi tajribada fan texnikada, meditsinada ma'qul tajriba qilgan bilan kishilarningki qilmishlarini, faoliyatlarini, iqtisodiy faoliyatlarini tadqiq qiladigan iqtisod ilmida unda tajribani deb bog'lanmaydi. Chunki odamning ijtimoiyligi va iqtisod ilmida burun nurg'un shu iqtisod mukofotiga erishgan, Nobel mukofotiga erishganlar muayyan bir modelni o'tirib qo'yganligi uchun, nazariyani o'tirib qo'yganligi uchun bular unga erishgan. Ammo
Bu sebep neticelik münasebetini bayqaydigan, yani tecrübeçilik asasındaki, tecrübeden ötközgen sallık malumatlar qarab turib yakun chiqaradigan mandaq bir ixtisoslaslarga bu mukofotni bergan. 2019-yili taraqqiyot ixtisoslaslardan Banerje degan birisiga berdi, Hindistonlikning pushti bir nechasiga berdi. Bular shu usulni qo'llanib, ya'ni empirical deymiz, salliq ma'lumotlarga tayinib, kuzatib, o'z qiziqqan, o'zgaruvchi miqdorlarga qiziqib turib, andan keyin dunyoda shu yer shari xarakterlik namratlikni tugutishning usullari haqida muayyan bir bayqashlarni o'tirib qo'yganligi uchun. Ya'ni demakchi o'g'lim burungi Nobel iqtisod mukofotiga erishganlarning hammasidek asosan muayyan nazariyani o'tirib qo'yganligi uchun. Ya'ni bunday aytgan vaqtda gapni oddiy qilib tushundirsam, iqtisodda talab qonuni bor. Talab qonuni nima desa, boshqa sharoit o'zgarmagan ahvolda, ya'ni odamlarning kirimi, andan boshqa kirimi degan o'xshash iste'mol xohishi o'zgarmagan ahvolda ma'lum narsaningki bahosi tushsa, shu narsani ko'proq sotib oladi deydigan. Ya'ni ma'lum narsaning bahosi tushsa, tovarning bahosi tushsa, shu narsani jiqroq sotib oladi yoki ma'lum narsaning bahosi oshsa, shu narsani oz sotib oladi deydigan talab qonuni bor. Burun mushunda qonunlarni o'tirib qo'ygan odamlarga Nobel iqtisod mukofotini bergan bo'lsa, endi yaqin bir necha yil yuzini nima desa, buni sonliq miqdorlashtirayotgan. Zodi qanchalik bahoni qanchalik o'stasa, tushasa, zodi qanchalik tuvallayotdi bu talab deganga o'xshash-ku. Son miqdorlashtirayotgan shu xil usullarni qo'llanayotgan, tajribachilik usulini qo'llanayotganlarga berayotgan gap. Masalan, David Carr degan bu o'zi Berkeley'dagi iqtisodshunos kishi bilan Alan Kruger deydigan iqtisodshunos kishi. Bu 2019-yilda bu kishi 58 yoshida o'zini o'tirib oldi. Obamaning kabinetida muhim iqtisodiy amaldor bo'lib ishlagan iqtisodshunos. Bu ikkisiniki 90-yillarda birlashib yozgan bir maqolasi bor, dаңlıq emgak iqtisodshunosligida, labor economics'da. Ya'ni nima desa, tövan ish haqini bekitish, ya'ni u deganlik minimum wage deb qo'ydi. Ish haqini yuqori ko'tarish bilan ishga o'rinlashishning o'rtasidagi munosabatni bular kuzatgan gap. Ya'ni meditsinada ishlatiladigan elig'idek tajribachilik usulini ijtimoiylashtirgan, jamiyatga kengaytgan gap bular. Ya'ni 90-yillarda New Yorkning yanida New Jersey deydigan bir shtat var. Shu shtat nimalarning maoshini ko'targan gap, ishlaydigan odamlarningki ish haqini, tuvan ish haqini yuqoriroq ko'targan gap. Uningdan burungi iqtisodshunoslarning emgak iqtisodshunoslarining nazariyasi nima deb kelgan gap desa, agar biz ish haqini o'stirishni tashabbus qilsak, ish haqining o'sishiga ergashib, ishsizlik ko'payib ketadi, chunki u xizmat fursatlarini o'ttirib o'tadi degan gap. Sabab nima? O ish qiladigan odamlar yuqori maosh berishni xohlamaydi, chunki ular foyda olishni ko'zlaydi. Shuning uchun yuqori maosh berishni xohlamaganlar uchun odamlarni ishdan bo'shatadi, xizmat fursatlarini taraytib o'tadi degan. Lekin bular qanday qilgan gap desa, David Carr bilan Alan Kruger nimani diqqat qilgan gap desa, New York shtati, New Jersey shtatida mushxul tuvan ish haqini azroq oshirgandan keyin shu vaqtning o'zi bilan bular shu yerdagi, ya'ni tiz tomorxona, McDonald's o'balaymiz-ku, tiz tomorxonadagi ishchilarningki, ishlaydigan xizmatchilarningki ish haqini azroq o'stirish bilan mayada mandaq aytgan vaqtda balaliq dorini yegan guruh bo'ldi-da. Doğru yemeyen bir grup var, yani şular bilan qo'shni bo'lgan Pensilvaniya shtatining sharq tarafidagi o'xshash sahadagi xizmatchilarningki maoshini o'stirmagan, ya'ni doğru yemagan, suvni yegan guruh bo'ldi-da, kontrol gruppasi. Mushularningki ahvoliga diqqat qilgan gap. Ya'ni mush sahadagi ishchilarning, xizmatchilarningki shu sahada xizmat qilishning sonining kengayish yoki ko'payish haqida diqqat qilgan gap. Bularning chiqargan yoki nima tadqiqot natijasi nima degan vaqtda necha yildan buyon iqtisodshunoslarning emgak iqtisodshunoslarininki nazariyasida qilib ketgan yakuni ag'dirib tashlagan gap. Ya'ni sen ishchilarning maoshini o'stirman desang, ishchilarning putiga pal chapgan bo'lsa, yani ularni ishdan qoldirsan degan aql qarashni ag'dirib tashlagan gap. Amaliyot ahvol undoq bo'lmagan gap. Ya'ni u ko'chmanlarningki nima? Tuvan ish haqini maoshini ularningki ish haqini yuqori ko'tarish bilan u xizmat fursatlari yo'qolib ketgan gap emas. Bu shuning bilan iqtisodshunoslarningki
Mo'shu bayqishini nurg'un odamlar, ya'ni emgak huquqini qo'llaydigan odamlar asos qilib turib, parlament a'zolariga deb turib, federal hukumatga deb turib, umumyuzlik shu eng tuan ish haqini yuqori ko'tarish, hatto 15 soatiga $15 qilish to'g'risida. Albatta, shtatlarning o'z oldiga eng tuan ish haqi o'lchami bor, ammo federal butun mamlakat miqyosida umumyuzlik ko'tarish to'g'risida davomliq ashularning ash maqolasini asos qilib turib, ishtaq deb kelayotgan va ba'zida muayyan unumlarga erishgan ishlar bor. Undan sırt yana David Card 1990 yılı bir tədqiqat maqalası elan qilgan gap. Yani Kuba Castro'nun vaqtida Castro vaqtda Kubalıqlar Amerikaga bason degandan keyin nurg'un odamlar kelgan gap. Bular Miami'ga kelgan gap. Miami'ni men bu yil yozib berib ko'rib keldim. O'shada Little Havana deydigan yer bor ekan. U yerni ko'rib keldik. Kichik Kubalıqlar Kuba so'zlaydi ekan. Kubaning bayrog'ini eslab yuradi ekan. U yerga basa odam Amerikaga kelib qolgandek his qilmaydi ekan. İngiliz so'zlasangmi ular ispan so'zlaydi ekan, ammo o'zligining kubalik bo'lganini bak faxrlanadigan odam ekan, u xato ish emas. Millatda o'rganadigan, madilaydigan ish, ya'ni o'zini unutmagan odamlar. Ammo bu odamlar tuzuk o'qimagan, ammo kelib shu vaqtdagi qarash nima desa, bular kelsa, shu Amerika tug'ilgan Floridadagi odamlarningki shu yemak-ichmak sohasida xizmat qilgan odamlarning xizmatini tatib oladi. Ularning ish haqini to'lantiradi. Chunki odamjiq bo'lgandan keyin to'lan maoshga sen ishlaydigan odam chiqadi. Shunga shu bularning kelishi, ko'p kubaliklarning kelishi o'shaga oyadagi tug'ilgan odamlarning ish haqini to'lantiradi, turmushning sifatini to'lantiradi degan oq qarashnimi bu odam shu sonliq ma'lumotlar orqali u qarashni ag'dirib tashlagan gap. Undan sirt mana bu Joshua Angerst anan keyin Guido Imban ma'vo nimaninki Stanford University'ga daniyalik hisobshunos, Stanford University'ning hisobshunosiga bularmi mana bu shunday empirical, ya'ni tajribachilik asosidagi shu usullarni qo'llanib, sonliq ma'lumotlar orqali shunday sabab natijalik munosabatni jamiyatni kuzatish orqali, ya'ni bir xil ijtimoiy tabiiy tajriba muhitini barpo qilish orqali o'zining muayyan bayqashlarini o'tirib qo'ygan gap. Ya'ni fakt asosida yakun chiqish degan gap. Bir odamni siz yaxshi desangiz, yaxshi deyishga faktingiz bo'lishi kerak-ku. Yaxshilikning bir o'lchami bo'lishi kerak. U nima ishga yaxshi u? O ojizdan yanada tura oladimi? Undaq bir nomardga mushata oladimi? yoki bo'lmasa seximi deysiz. Bir odamni kasal desangiz, qanday kasal u? Ruhiy kasalmi, jismoniy kasalmi? Ruhiy kasal bo'lsa, u qanday sarang'liqlarni qilib qo'ydi? Yoki u jismoniy kasal bo'lsa, uning narida dard bor deganga o'xshash. Ya'ni fakt birisi yaxshi deb qo'ygan uchun yaxshi bo'lib qoldigan, birisi kasal deb qo'ygan uchun kasal bo'lib qolgan ish bo'lib qolsa, u faraz bo'ladi. Ya'ni fakt bo'lmagan bo'ladi. Shunga malaning qiyini iqtisodshunoslik ilmiga nisbatan aytgan vaqtda bir xil inqilobiy, ya'ni yangicha, ya'ni biz xarakterli bir metodologiya usullarini olib keldi deb qaraganlik uchun Shvetsiya Fanlar akademiyasi bularga Nobel iqtisodchilik mukofotini berishni qaror qilgan. Xo'sh, endi bular shaxslar haqida qarashlarimiz bo'lsin. Endi o'tganda bir qiyinlashimiz bo'lib, shu uy setilish jarayonida menimcha aytib, shu biz ham majbur bo'lib, shu o'zimiz yashayotgan davlatlarda turayotgan qarindoshlar o'ylashadigan ish shu uy setolmaslik masalasida. Men o'zimning kanalimda mening Amerikalik qo'shnilarim degan yozmamda bu to'g'risida azroq bir tushuncha bergan. Undan burun bir yozmam bo'lgan, hozir uni topamadim. Ya'ni bundan necha yil ilgari, 8-9 yil ilgari Amerikaningki Detroit atrofida mashinasozlik sanoati o'lishga qarab boshlagan vaqtda haqlar shaharlarni tashlab chiqib ketgan gap. Har dachilar, ba'zilar bekorga berib chiqib ketgan gap. Bir dachilar $1 ulab ketdi degan gap. Bugün neymiş deyman bu hikoyani degan vaqtda shunchalik menga jiroq bir yerdan bir telefon qilib, bir aqam sayim. Oy bu shunda deydi, ashla o'ylanib jiroq olib qo'ymamsizlar, bizga bermamsizlar deb chaqchaq qilgan asosda debdi. Men dedim, Uyg'urlarning bir ot so'zi bor. Bir balasi bo'lmasa, quyruq yadamni tashla deb. Men shu gapni misol keltirib, uni tushuntirib bergandim. Nemishqa? Chunki u yerda odam deganninki yaxshiroq, rohatroq turmush muhitini izlab yashaydi. U yoqdan bu yoq fursat izlab yashaydi. Savdogarlar qayerda pul bo'lsa, qayerda tijorat fursati bo'lsa, shu yerga bordi. Elqi nonni balviqiga tugilib, nima burun savdogarlar shundoq elqi
nima deymiz, manda qilib su butilkasining ichiga suvni qachilab deganga o'xshash, suvni qachilab burun shunaqa qilgan bo'lsa, hozirgi zamonda odamlar fursat izlab, yana u yerga o'qish fursatlari bilan, tijorat fursatlari bilan u yerga kelib, har xil sabablar bilan bizning ahvolimiz boshqaga endi shunaqa turib qoladigan shunaqa bir ishlar bo'ldi. Ammo u yerda tursaqmi, nima desa bir sal rohatrak yashasak deymiz, ozodroq yashasak deymiz. Bu uy bo'lish, bu Maslow'ning ehtiyojning qatlamma bo'lish nazariyasidagi eng birinchi ehtiyoj. Ya'ni turalg'u uyning bo'lishi. Uxlaydigan yerning bo'lishi emas, turalg'u uyning bo'lishi. Mening bu doktorlik maqolamda men bu nimani to'xtalgan, Rwanda degan davlatda odamlarning uy sharoitining qandaqligi, cho'ng kichik bo'lishi, uyning ichida qancha hojatxonaning bo'lishi, suvning tabiiy turbidan kelishi yoki sirtdan to'shab kelishining o'zimi bularninki nimasiga ta'sir ko'rsatgan gap ekan. Bularninki